Xonanda Imrondan unutilmas kecha. Muxlislar ko'rib aniq hayratda qolasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Imron 2026-yilgi konsert dasturi sanalarini rasman e'lon qildi. U 6, 7 va 8 fevral kunlari Toshkent shahridagi Xalqlar do'stligi san'at saroyi sahnasida muxlislari uchun konsert dasturini taqdim etadi. Ma'lum qilinishicha, ushbu konsertlar davomida tomoshabinlarni yoqimli musiqalar, yuqori kayfiyat va kutilmagan syurprizlarga boy dastur kutib turibdi. Xonanda muxlislariga unutilmas, samimiy va quvonchli lahzalar ulashishni maqsad qilgan. Bu xabar Imron ijodini qadrlaydigan muxlislar uchun kutilmagan va juda quvonarli yangilik bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muxlislar konsertga albatta borishini yozib qoldirib, san'atkorni qo'llab-quvvatlayotganini bildirmoqda.